Şeyga yaxshimi? Ha? Şeyga. Bizning cho'ng o'yilda bugun faoliyat qilgan. Haqsiz tomoq taqdotimiz. Ishga kirib haqsiz tomoq yeb chiqamsiz. Haqsizmi? Ha, haqsiz. Meni ko'tarib olamsiz. Ishing marhamat. Şeyga tomoqingiz. Siz cho'ng o'yilga kelib tomoq yeb taqanmi? Yo'q. Lag'ma o'xshammikan. Bakalım bek o'xshabdi. Bir hafta necha kun bor? 7 kun. Boya biz nerede uchrashdik? Yo'lning bo'yida. Ko'zingizda bir narsa turdi aytinglar. Ben siz mabani tanımsız. Yo'q. Ondaqda bugundan boshlab chiqqanlar tanishib kelinglar. Bo'ldi. Mana qara, qo'li kissa. Do'stlar, jamiyatimizning hamma yeri yanil mehr-muhabbat bilan to'lgan. Bir qiz yo'l bo'yida axlat terayotgan bir bolani uchirib qilib, u bolani tomoq taklif qilmoqchi bo'ldi. Bular parangiz jarayonida bu qiz bu yigitdan tomoq yemaginiga qanchalik vaqt bo'lganligini so'rdi. 7 kun. Bu qiz intayin hayron bo'lib, bu yigitning nima turganligini so'rdi. Yo'lning bo'yida. Loban bu yigitning echinishliq sezgilashlarini olgandan keyin bu bolaga ich og'rib, uni beqolmoqchi bo'ldi. Bu yigit ta'sirini yig'lab ketdi. Xuddi Loban quyosh nuriga o'xshash bu bolaning turmushiga illiqlik ato qildi.